Alloh taolo yomon ko'radigan sifatlarining bittasi, eng birinchisi bu xiyonat. Xiyonat Allohga nisbatan bo'lsin, dinga nisbatan bo'lsin, o'ziga yuklatilgan ishonchga nisbatan bo'lsin, yaqinlarga nisbatan, jamiyatga nisbatan hamma turdagi xiyonatni Alloh yomon ko'radi. O'sha xiyonatni sodir qilgan insonni ham yomon ko'radi. Xudo taolo Qur'oni Karimda aytadiki: Innalloha la yuhibbu man kana xawwanan atima. Ya'ni Alloh taolo har bir xiyonat qiladigan bandani yomon ko'radi. Har bir xiyonatchini yomon ko'radi. U qaysi sohada bo'lishligidan qat'iy nazar. Xiyonat nimaga yomon ko'riladi? Xiyonat nimaga qattiq qoralanadi desa, xiyonat bandada bo'lgan eng samimiy tuyg'uni ildizga urilgan bolta hisoblanadi. Bandada bo'lgan eng nozik, eng samimiy tuyg'u bu ishonch. Ishonch bo'lmasa yer yuzi fasodga to'lib ketadi. Ishonch bo'lmasa odamlar bir-birini ne ko'ylarga solmaydi. Xiyonat aynan ishonchni o'ldiradi. Xiyonat aynan ishonchni ildizga urilgan bolta hisoblanadi. Shuning uchun Alloh aytadiki, xiyonat qilma. Xiyonatchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi, yomon ko'radi. Bugun hammaga ishonch bildirilgan. Alhamdulillah, har bir insonga ishonch bildirganlar bor-da. Ota uchun farzandlar ishonadi. Er uchun ayol ishonadi. Farzand uchun ota-ona ishonch bildiradi. Qaysi bir insonlarga jamiyat ishonadi. Qaysi bir insonlarga yaqinlari ishonadi. Do'stlari yoki umuman tanimaydigan begona insonlar ishonadi. Xiyonatni eng kattasi sizga ishonib turgan odamlarni aldashligingiz hisoblanadi. Sizni so'zingizga ishonib tursa-yu, sizni so'zingizdan ta'sirlanib tursa-yu, sizni so'zingizdan yaxshilik qidirib tursa-yu, uni ishonchini suiiste'mol qilib, unga yolg'on gapirib tursangiz, bu xiyonatning eng kattasi hisoblanadi. Bugun xiyonatchilar har bir sohada bor. Moddiyatda ham xiyonat qilayotganlar bor, birovning haqqiga, ma'naviyatda ham xiyonat qilayotganlar bor. Bir hikoya keltiriladi. Arablardan bittasi o'zini tuyasini sotgan ekan. Balki eshitgandirsizlar. Tuyani sotdi, tuya katta hayvon, katta jonivor. Uni olganlar qushxonaga yetalashni boshladi. Tuyani so'yib, go'shtini sotmoqchi bo'ldi. Tuya o'sha qassoblarni boshlayotgan tarafini qushxonaligini sezdi. Hayvon bo'lsa ham sezdi-da, oyog'ini tirab, umuman bir qadam ham yurmasdan joyida qotib turib oldi. 2-3 insonni kuchi yetmaydi tuyaga. Bittasi aytdiki, bu bilib qoldi, sezdi, bizga hargiz bo'ysunmaydi. Endi buni egasini chaqiraylik dedi. Chunki egasiga o'rgangan, egasi yur degan tarafga yuradi. Olib kelishdi. Boqqan, tarbiya qilgan, yaxshilik qilgan. Egasiga qo'shilib, tuya ham o'sha qushxona tarafga yurishni boshladi. Chunki ishonyapti-da egasiga. Bu menga yaxshilikni ravo ko'radi, yomonlikni ravo ko'rmaydi. Vaholanki o'shalar ham, qassoblar ham qushxonaga boshlagan. Egasi ham qushxonaga boshladi. Ularga ergashmadi, egasiga boshladi. Yurishni boshladi. Shunda ana tuyani egasini miyasida bir narsa yarqiradi-da, aytdiki, "Eyvoh" dedi. Tuya menga ergashib, o'zini jonini qurbon qilishlik uchun qushxonaga qarab ketyapti. Agar hozir buni ishonchiga xiyonat qiladigan bo'lsam, men eng pastkash, eng razil inson hisoblanaman. Dedi-da, qassoblarga aytdiki, iltimos, pulinglarni qaytarib beraman, tuyamni o'zimga qaytarib beringlar, sotmayman dedi. O'zaro kelishib olib ketishdi.